Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldinglarmi? Tanjoninglar sog'mi? Yaxshi yuribsizlarmi? Ilohim salomat bo'linglar. Ko'pchilik talablariga binoan bugun qo'ylar haqida ko'rsatuv tayyorlayapman sizlarga. Bilgan holatimizda ko'p narsani bilmasak ham bilganlarimizni o'rtoqlashmoqchimiz. Qo'ylar hozircha vaqtinchalik katak qilingan bunga. Aslida bu yer buqa boqadigan joy edi. Hozircha buqa yo'qligi uchun shu joyda qo'ylar uchun mana oxirlar qilinib, asli buqa boqadigan joy. Bunga mana hashaylarni mana shu apparatda maydalab, shu apparatga solib maydalab, mana bunday holatga keltirib solib berilyapti. Qo'ylarni 3 mahal tartibda 3 mahal ovqatlantiriladi. Ya'ni 3 mahal mana shunday qilib o'tlarini solib, har bir o'tlarni solib yeb bo'lgandan keyin tagidagi axlatlarni surib, tozalab turib, yana yangi hashaylar solinadi. Hamda bularning yoniga alohida idishda mana ko'rib turibsizlar, tuz, osh tuzi tashlanadi. Mana bu hozir biz oddiy tuzdan tashlab qo'yapmiz. Yalama tuzlar ham bo'laradi aslida, lekin bular bir joyda aylanib yurmagani uchun ko'proq yoniga bitta idishga shunaqa qilib tashlab qo'yganmiz. Vaqtida suv beriladi bularga. Ko'rib turibsizlar. Yana bitta muhim bo'lgan tomoni, mana qo'yxonalarni ko'rsanglar, ichi top-toza. Bu juda ham muhim. Bu qo'ylar zotdor qo'ylar. Agar qo'y boqqan odamlar bo'lsa juda yaxshi bo'ladi bu qo'ylarni. Keyin bittasidan tashqari hammasi homilador. Ya'ni bo'g'oz. Shuning uchun bularda albatta teglari toza turishi kerak. Kunda ertalab kech paytda tozalanadi. Kechqurun ayniqsa tozalashdan sabab kechqurun qo'ylar yotganda badallariga axlatlar turib qolmasligi hamda yaxshi semirib, yaxshi hordiq olish uchun. Keyin tegi toza turgan, toza joyda boqilgan qo'ylarni go'shtlari shirin bo'ladi. Buni inobatga olasizlar. Qo'ylar lekin juda ham yuvosh. Maramaydi. Sababi qo'ylarga maragan paytda o't solinmaydi. O'zini tartibida ertalab, tushlik paytda, yana obedda hamda kechqurun qo'ylarga vaqti bilan o'tlar solinadi. Qo'y boqishda muhim bo'lgan juda ko'p narsalarga e'tibor berish kerak. Albatta qo'ylarga hidlanmagan, turib qolmagan, ya'ni mog'orlab ketmagan hashaylarni olib kelib berish kerak. O'sha toza hashaylar bilan yemlash kerak. Ayniqsa qo'y olayotganda shu narsaga e'tibor berish kerak. Ular zotdorligiga, oyoqlari uzun, keng, baland qo'ylar. Kichkinasini olsangiz ham tez yetilib, boqqanlaringiz tez bilinadi. Ko'rib turibsizlar, juda katta qo'ylar, lekin yuvosh bular. Bularni hozircha aylantirib boqilmaydi. Nimagaki qish kunida hojati yo'q. Bu yerda o'ziga yetarli sharoit. Qo'yxona keng. U darajada tor emas, qo'yxonalarimiz keng. Bularga yana o'tgan safar ko'rsatganimdek bug'doylarni ivitib, uni undirib, o'sha ungan bug'doylarni beramiz. Bu bularga qo'shimcha ozuqa, ya'ni vitamin bo'ladi. Ayniqsa bular bo'g'ozligi uchun tezda bug'doylarni undirib beramiz. Bu qo'ylar ukam qo'ylari. Lekin hali ukam bu qo'ylarni o'zi ko'rmagan. Safarda uyda kelinimiz 3 farzandi bilan uyda qolganligi uchun qo'y olib bering, kelgunizcha boqib turaman deganiga akalari olib kelib bergan, boshqa ukalarim.
tanlab bozordan oldi qo'ylardan olib bergan. 3 mahal vaqtida tartib bilan bularga hashaylarni vaqtida mana shu apparatda maydalatib chiqarib, solib, vaqtida suv berib, vaqtida teglarini toza tutish kelinimizni o'zini kunlik ishiga aylantirib olgan. Boshqa ayollardek serial ko'rib o'tirmaydi. Bo'sh vaqtlarida iloji boricha qo'ylariga qarashdan tashqari farzandlarini darslariga yordam beradi. Ukam bilan o'rtamizda mana shu darcha ajratib turgani uchun, ukam safardaligi uchun men kelinimizdan vaqtida xabar olib turaman. Iloji boricha qo'limdan kelsa yordam beraman. Juda yordam berish qo'limdan kelmasa, albatta o'zim maslahatlarim bilan yordam berib turaman. Bizni qishlog'imizda men xursand bo'lganim, ayollar o'ta mehnatkash. Hammasi ham televizorda qo'yib kun bo'yi termilib o'tirib, yo bo'lmasa ko'chaga chiqib laqillab o'tirmaydi. Hammasi o'zlari uchun ishlar bilan mashg'ul. Ko'pchiligini oila boshliqlari safarlarga ketgan, lekin ular kelguncha yana qo'shimcha ana shu pullarini оборот qilishib, ya'ni jo'natgan pullariga shunaqa qo'y, tovuq, sigir olib boqib turishadi. Mol boqish biroz qiyin, erkak kishi albatta bo'lish kerak. Uni ayniqsa buqani haybati borligi uchun men ko'pchilik ayollarga shu qo'y boqishni tavsiya qilaman. Faqat erkaklarga qarab qo'ymang, bu erkaklarning ishi demasdan, buni og'ir joyi yo'q. Mana shu apparatda mana o'zini mana knopkalari bor. Knopkasini bosadi, tokka ulab bo'ldi. Hashayni solib qo'yadi. Maydalab mana bu yerdan chiqaradi. Mana. Buni to'g'ri o'zimiznikilar qo'lbola qilib tayyorlagan. Buni sotib olishmagan, lekin o'zlari tayyorlashgan. Ko'rishinglar mumkin. Mana qorong'ilik qilarkan ichkarisi. Ana shu yerda maydalab chiqarib turadi. Bular bu yerga soladi. Somon uncha yeyishmayapti, nimagadir. Somon yeyolmayotganligi sababli o'sha ko'm-ko'k toza quritilgan hashakdan berilyapti hozircha. Bunga vaqti bilan kepaklar ham beriladi. Kepakka aralashtirib vitaminlar beriladi. Albatta bularda och qolmasligi, sovumas, hozir havo ham isib qoldi. Sovuqlarda agar och qolsa, bular o'zini yog'ini ishlatishni boshlaydi, shuning uchun ozib ketadi. Vaqtida ovqatlangan qo'ylar vaqti kelsa mana ovozi ham chiqmaydi, baramaydi. Agar och qolgan qo'yga maraganda yem bersangiz bo'ldi, o'sha paytdan boshlab yem yeyish uchun hamisha maraydi. Har maraganda o't solganingizdan keyin demak marasam o't soladi degan fikr keladi. Shuning uchun ertalab maramasa, ertalabda, obed paytida va kech paytda o'z vaqtida yemlarini berib, ya'ni hashaylarini, boshqa yemlarini berib, bug'doylarni undirib beriladi. Bug'doylarni qaynatib beriladi. Ba'zan atalalar qilib beriladi. Ular alohida mavzu, ularni ham alohida ko'rsatishimiz mumkin. Birinchi o'rinda beradigan tavsiyam, qo'y tanlashda o'sha yirik bo'ladigan qo'ylarni bolalardan olinglar. Keyin bular ham ikkitalab kerak bo'lsa bola beradi. Xudo xolasa, yaxshi niyat qilib turibmiz. Ikkitalab tug'adigan qo'ylarimiz bor ichida. Bunisi deb ayta olmayman hozir. Ayniqsa mana shu chetdagi mana shu havorang, kulrang qo'y hammasidan ham boshqacha. Buni bitta bolasini ikkitalab bolaga almashtirishib olgan. O'rniga ikkitalab bola berib, juda yirik qo'y. Ko'rib turibsizlar.
bahordan olaylarga, tog'larga olib chiqib ketiladi. Olib borib boqadiganlar bor. Xudo xolasa bahorda o'shalarga berib yuborishim mumkin. Agar bo'lalasa, bolalarini olib qolibmi, ko'ramiz. O'sha tomonlarga berib yuborishim mumkin. Boq beradiganlar bor, olib ketib o'shalarga beriladi. Lekin uyda ham hozircha sharoit bor boqishga. Yana qo'shiladi bu qo'ylarga. Xudo xolasa yaqin kunlarda yana ko'payadi. E'tibor bersanglar. Mana juda chiroyli, yirik qo'ylar. Hozircha meni bilgan ma'lumotlarim shular. Kamroq, lekin umid qilamanki, sizlar kommentariyada bilgan ma'lumotlaringlar bilan yaxshi boqish, ularga qanday qarash, qanaqa qilish, ya'ni kattaylarini qanday qilsa yaxshiroq bo'ladi. Shular to'g'risida maslahatlarni ayamaysizlar. Kommentariyalarda kutib qolaman. Ayniqsa menga layklar bosib, qo'ylar haqida, tovuqlar haqida, gullar haqida, mana bu gul haqida, mana bu ko'chat, limon haqida ko'rsatuv tayyorlang, maslahatlaringizni bering deganlarga mingdan ming minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat, boringlarga shukr. Qo'ylar haqida ham sizlardan kommentariyalar kutib qolaman. Bilganlaringlar bilan o'rtoqlashinglar. Hozir ko'p narsalar yodimda yo'qdir. Albatta, yodimga tushishi bilan biz bu qo'ylarga hozir bermayotganimiz somonni yaxshi yemayapti. Avval biz somonni evitib, qaynoq suvga evitib qo'yib, kepakka aralashtirib berardik, yerdi. Lekin bular nimagadir yemayapti. Yaxshigina quruq borligi uchunmi somonni uncha yeyishmayapti. Lekin balki hayronman nimagaligini, buni ham sababini agar bilsanglar kommentariyalarda yozib qoldiringlar. Lekin bug'doyni undirib beryapmiz. Uni juda ham yaxshi yeyapti. Bug'doyni qaynatib bersak ham, evitib bersak ham yaxshi yeyishadi. Hozircha qo'ylar haqidagi bilganlarim shu. Rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.